jahon adabiyotida klassitsizm degan tushuncha bor. Endi buni o'zbekcha ma'nosi mumtoz adabiyot. Biz Yevropa mumtoz adabiyotini o'rganyapmiz. Mana shu jahon adabiyoti duldonalarida mana biz juda ko'p mana shu dunyoni hayratga solgan mumtoz adabiyot namunalarini o'rganamiz. Mana Moliya hikmatlaridan Xushnoz Zabonov hozir bir ikkasini o'qiydi va keyin biz tahlil qilib o'zimizni konspekt daftarimizga yozamiz. Marhamat. Moliya hikmatlari. Ayblamoqchi bo'lgan odamning shoshilishga haqqi yo'q. Musiqa yaxshi tushlik uchun ajoyib sinov. Hayot naqadar shirin. Bir marta o'lamiz va bu uzoq muddat. Hammaga do'st bo'ladigan odamni do'stim deb hisoblamayman. Kim sevsa qoyadek qattiq bo'lishi kerak. Muhabbat buyuk o'qituvchi. Qarang, muhabbat buyuk o'qituvchi. Shuni izohladik. Haqiqiy yuragida muhabbat otashi bilan yashagan odam bu kelajakda unga erishadimi, o'sha yaxshi ko'rgan odamiga yo'qmi, u keyingi masala. Lekin o'sha yurak sevishga o'rgangandan keyin o'sha buyuk muhabbat vatanga muhabbatga aylanib ketadi. Millatga, tabiatga, adabiyotga, san'atga, hayotga muhabbatga aylanib ketadi. Va 30 yoshga kirib ham sevgi nimaligini tushunmayman. Nima u muhabbat deyotganlar ham bor-ku. Ular vatanni ham seva olmaydi. Ular millatni ham seva olmaydi. Ular o'tmishga ham hurmat bilan qaray olmaydi. Ular odam qiyofasida to'nka bo'lib qoladi. Mana shu ma'noda yozyapti. Shuning uchun mana o'zimizning mumtoz adabiyotimiz, mana sizlar bilan Rasul Hamzatov haqida ham gaplashgan edik. Mana kitobini hozir ko'rasizlar, keyin bugun bemalol o'qiysizlar. E'tibor qilsangiz, Hazrat Navoiyning barcha asarlari, dostonlari asosan muhabbatga da'vat etadi. To'g'ri, Allohga muhabbat, hayotga muhabbat, do'stga muhabbat, ota-onaga, vatanga va albatta bo'lajak jufti haloliga, yorga muhabbat. Va oila qurgandan keyin oilaga muhabbat. Demak, muhabbat bilan yashashga da'vat etish mumtoz adabiyotning ham bizlarga katta namunasi hisoblanadi. Savollar bormi? Farzana bir narsa demoqchiman, marhamat Farzana. Bugungi darsdan ozgina xulosalar. Jahon adabiyotdan qancha ma'lumot oldik. Shu muhabbat haqida gaplashdik. O'sha hayotimizni o'zi muhabbatga bog'liq-da, zanjirband o'sha ertaga aytganingizga oila, keyin farzandga bo'lgan muhabbat u davom etib ketaveradi-da, bu tirsam uzilib ketgan dersin-da, zanjir bog'lanib ketaveradi. Shunday. Endi hozir Nursulton bitta gap aytdi. Birovlar sevgi yo'q deb o'ylayman dedi-ku. U odamda o'zi bu hayotda yo'q-da. Jasadi bor-u, vujudi bor-u, ruhi yo'q. Xarakteri yo'q. Insonga oqibati yo'q. Shu yo'q degan odamda o'zi yo'q deb qarayman-da men. To'g'rimi? Demak, xulosa chiqarib bugun xohlaganda mana men juda Shirinadan xursand bo'ldim. Domla kechgacha o'qib o'tirishga haqqim bormi? Universitet kutubxonasi shunaqa sizlarga yarim tungacha xizmat qiladi. Xo'sh, demak birinchi mashg'ulotimiz poyoniga yetdi. Hozir ikkinchisiga o'tamiz. Marhamat.